iblis Allohni Rob ekanligini tan olgan, aziz ekanligini tan olgan, yaratuvchi ekanligini tan olgan, lekin amali bo'lmaganligi uchun, itoati bo'lmaganligi uchun u layin bo'lib ketaverdi. Biz ham ishonamiz Allohga deydi, lekin bironta haromdan taqvo qilmaydi. Biz ham Allohga iymon keltirganmiz deydi, bironta farzni bajarmaydi. Bu odamning iymoni iblisiy iymon emasmikan? Oyatni qarang. Astagfirullah. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis aytdi: "Endi sening qudratingga qasam, albatta ularning hammasini yo'ldan ozdiraman. Anzirni ila yawmi yub'asun." Qiyomat kunigacha meni tirik qoldirgin. Xalaqtani min nar. Xalaqtani min nar. Meni olovdan yaratding. Yaratganini tan olyapti. Qiyomatda qayta tirilishini tan olyapti. Azizligini, robligini tan olyapti, lekin itoat qilmayapti, amal qilmayapti. Shuning uchun birodarlar, biz Alloh taoloning valilaridan bo'lishimiz uchun bizning ikkita narsa bo'lishligi kerak ekan. Iymon va taqvoli amal. Shunda biz vali bo'lishimiz mumkin. Agar birodarlar islomni, dinni hamma ma'nosini ikki og'iz so'zga sig'dirish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha ikki og'iz so'z shu bo'ladi. Iymon keltirdi, taqvo qildi. Shu din. Ishonishingni o'zi kifoya qilmaydi.